هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Taha tefsiri 109. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn-i Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Taha suresi 109. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu günde merhametlik Allah izni bergen ve sözüdün Allah razı bolgan Adem'nin şefaatinden başka hiç kandak şefaat paydı bermeydi. Allah ulanın aldı dikini ve keyni dikini bildi. Ula bolsa onu bilmeydi. Günahkarlar mahlukatını idare kılıp turğuçi mengü hayat Allah'a ilgilidir. Allah'a şirk keltirgenler şeksiz ziyan tartıdı. Mümin durup yaxşı emellerini kığallar, yamanlıklarının eşip ketişiden ve yaxşılıklarının kemiyip ketişiden korkmaydı. Şefaat ve mükafat doğrusudur. Bu günde merhametlik Allah izni bergen ve sözüden Allah razı bolgan Adem'nin şefaatinden başka hiç kandak şefaat paydı bermeydi. Allah Teala özünün ruhsuz hiç kimnin şefaat kılalmaydıganlık doğrusu da mındaq dedi. Allah'ın ruhsuz kim mu Allah'ın aldığı şefaat kılalısın? Asmanlarda nurgun periştiler bulup ulanın şefaati hiç nəsige esqatmaydı. Fakat Allah özü xalığan ve razı bolgan Adem'ge şefaat kılışqı ruhsat qıysıla, ondan ulanın şefaati esqatıdı. Allah ulanın kılganlarını ve kılmakçı bolganlarını bilip durdu. Allah razı bolganlağıyla şefaat kılıdı. Allah'ın hayvesinden titrep durdu. Allah izni bergen Adem'den başkaga Allah'ın dergahida şefaat paydı bermeydi. Cibril ve periştiler sep bolup turup gitadigan günde, yani kıyamette ulanın arasında mehriban Allah'ın izzetige erişken, mehriban Allah'ın iznige erişken ve doğru sözünü kılganlardan başka hiç ahadinin söz kılışığı bulmaydı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Adem aleyhisselamның balları içiden Allah Teala'nın aldıda en hürmetliki bolgan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan mındaq rivayet kılındı. Men kıyamet günü erişinin astığı kelip Allah Teala'ga secde kılgan peti yegi yıkılımen. O çağda eğizimgan, nurgunluğan hamd sanalar kelidi. Men ula bilen Allah Teala'ga hamd sana eytimen. Hazır men onu sanap bolalmayman. Allah Teala meni secdede özü xalagan bir müddetkiçe turgusudu. Ondan ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beşiğini kötegin, tiligin icabet kılındı, şefaat kılgan şefaatin kabul kılındı deyildi. Ondan bana kişilerini cennet kirgizişim üçün ma'lum sangıca çek koyup verildi. Men ulanı cennet kirgizimen. Ondan men yine Allah Teala'dan qayt tileymen. Peygamber aleyhisselam özünün 4 qitim qayt tileydiganlıqını bayan kıldı. Bu hadisni İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Subhanallah. Yeni bir hadis
Qudusida mundaq deb keldi. Allah Taala farishtalarga dilida bir danchilik iymoni bor kishilarni do'zaxdan chiqaringlar deb buyruq qildi. Ondan ular jiq kishilarni do'zaxdan chiqardi. Ondan Allah Taala yana farishtalarga dilida dandan kichik zarrachilik va zarradan kichik iymoni bor kishilarni do'zaxdan chiqaringlar deb buyurdi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah ularning oldidikini va keynidikini biladi. Ya'ni Allah bütün mahluqotlarni biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Allah Taala ularning Allah Taolani bilmaydiganligi to'g'risida mundaq dedi. Ular Allah'ның ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Gunohkorlar mahluqotni idora qilib turg'ichi mangu hayot Allohga egiladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma ve boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Bütün xaloyiq uxlab qolmaydigan ve mangu hayot bo'lgan Allohga bo'ysunadi. U hamma narsani idora qilib boshqaruvchidir va saqlovchidir. Uning hech narsaga ehtiyoji yo'qdir. Hamma narsa uningga muhtojdir. Uningsiz hech qanday narsa mavjud bo'lib tura olmaydi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'a şirik keltirgenler şeksiz ziyan tartıdı. Kıyamet günü Allah Teala hemme hakkını öz ekisiga qaytırdı. Hatta müngüzü yok koyga, müngüzü bağ koydun kısas ilip verildi. Hadis kudusida mundaq deb keldi. Allah Teala mundaq deydi. Men özemning kattaligi ve ulug'ligim bilan qasam qilamanki, bugun mendan bir zolimning qilgan kichikkina zulmimi hisobsiz o'tib ketmaydi. Yana bir hadisda mundaq keldi. Sizlar zulm qilishdan saqlaninglar. Chunki dunyoda qilingan bir zulm qiyomat kuni nurg'unlagan azoblarni elib keladi. Allah Teala şirik keltirgen adam kıyamet günü qattiq ziyan tartıdı. Çünkü şirik degen çoğun günahtır. Allah Teala bu vakti mundaq dedi. Şirik keltirish hakikaten zor günahtır. Allah Teala yuqorida zalimlarni ve ularga qilingan tahdidni bayon qilib bo'libla, uning keynidan yaxshi kishilarni ve ularning hukmlarini bayon qilib mundaq dedi. Mu'min turib yaxshi amallarni qilganlar yamanlıklarının eşip ketişinden ve yaxşılıklarının kemiyip ketişinden korkmaydı. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahid, Zahhak, Hasan, Katade ve başkalar bu ayetin ma'nosi haqida mundaq dedi. Yaxshi taqvodor kishilarning yomonliklariga hech bir yomonlik qo'shib qo'yilmaydi yoki ularning yaxshiliklaridan hech narsa kamaytirilmaydi. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni va'zi nasihatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik. Ve onunda türlük agahlandırışlarını bayan kıldık. Allah zati sübti cihette bütün mahlukatın üstündür. Hak padişahtır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Kur'an'ın vahiyisi tamamlanıştın burun okuşka aldırıp gitmegin. Yani Cibril sana Kur'an'ı okup berivatkanda billa okuşka aldırıp gitmey. O tilavetiden farık boğandın keyin tilavetinden farig bo'g'icha tinglab turg'in. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin degin.
Qur'onning kishilarning taqvodor bo'lishi va va'zi nasihat bo'lish qabul qilishi uchun nozil qilinganligi. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni va'zi nasihatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik. Ya'ni qiyomatning bo'lishi, u kunda yaxshi ish qilganlarni mukofotlash, yomon ish qilganlarni jazolash shaksiz bir haqiqatdir. Shuning uchun biz Qur'onni xo'sh bishoratchi va ogohlantiruvchi qilib ifodalash va bayon qilish uslubi eng yuqori bo'lgan arab tili bilan nozil qildik. Va uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Ya'ni kishilarning gunoh, harom va yomon ishlarni qilishdan saqlanishi yoki Allohga bo'ysunishi va yaxshi ishlarni qilish uchun uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Allah zati sifati jihatda bütün mahluqotdan ustundir. Haq podshohdir. Ya'ni haq bo'lgan Allah hamma ayib nuqsonlardan pokdir. Uning va'dasi haqdir. Tahdidmi haqdir. Payg'ambarlarimi haqdir. Cennet devzaq haqdir. Uning tarafidan bo'lgan hamma ishlar haqdir. Alloh taolo odilligi bilan ogohlantirmay va payg'ambar avatmay turib hech bir kishini azoblamaydi. U bandalarini qiyomat kuni biz o'qimabdikanmiz deb bahona sabab ko'rsatmasin deb oldin ola ogohlantirdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Payg'ambar alayhissalomning Qur'on tushgan vaqtida uni o'qishga oldirib ketmay tinglashga buyurilganlik. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq dedi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana Qur'onning vahiysi tamamlanishdan burun o'qishga oldirib ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirib ketmay, u tilovatidan farig' bo'g'icha tinglab turgan. Alloh taolo bu vaqtda yana bir oyatda mundaq dedi: Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda uni esingga elib olish uchun oldirab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda uning o'qishiga ergashgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan vahiyni yada ilishga qattiq tirishatdi. U vahiyni yada ilish uchun tilini midiriltatdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ya'ni Jibril alayhissalom Payg'ambar alayhissalomga vahiyni ilib tushgan vaqtida Jibril alayhissalom bir oyat o'qisa, Payg'ambar alayhissalommi uning bilan billa shu oyatni o'qiydi. Ondan Alloh taolo uni qiylinib qolmasin deb oson va yengil yo'lga boshlab yuqoridagidek dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana Qur'onning vahiysi tamomlanishdan burun o'qishga oldirib ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirib ketmay, u tilovatidan farig' bo'g'icha tinglab turgan. Ya'ni sen oldirib ketmay, tinglab shuk turgin. Farishta elib tushgan vahiyni sana o'qib bo'lgandan keyin ondan uni o'qigin. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin degin. İbn Uyayna mundaq dedi: Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni vafot qildirgan qadar payg'ambar alayhissalomning ilmi kundan kunga ziyoda bo'lib turdi. Biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik.
Öz vaqtida biz farishtalarga, Odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik: "Ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir. Xotiningning dushmanidir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. Bu chaqda sizlar jafo mushaqqat qilasizlar. Cennette sen haqiqatan aç qalmaysan va yalang'och qalmaysan. Hamda uningda haqiqatan usab ketmaysan. Isib ketmaysan. Şeytan uningga vasvas qilib: "Ey Odam, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Ular u daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yo'pirmoqlari bilan satr avrat qilishga kirishdi. Odam Rabbining amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Ondan Rabbi uni tanladi. Uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Adem aleyhisselam bilen iblisinin qissasi. Biz ilgari Adem'ge daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyasini yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İnsan o'ziga qilingan tavsiyani unutib qolganligi uchun insan, ya'ni unutqoq deb ataldi. Ali ibn Abu Talha dimmo mushuningga o'xshash so'z rivoyat qilindi. La ilaha illalloh. Öz vaqtida biz farishtalarga, Odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Alloh taolo bu oyatda Odam alayhissalomning hurmatini, uning ulug'ligini va uni hamma mahluqotlardan ustun qilganligini bayon qildi. Bu qissaga oid so'zlar Baqara, A'rof, Hijr va Kahf suralarida bayon qilindi. Oldimizda Sod surasida yana bayon qilindi. Allah u surada Adem aleyhisselamni yaratganligini, uni ulug'lab farishtalarni uningga sajda qilishga buyurganligini, Adem aleyhisselam ve uning ballarga iblisning dushmanligini bayon qildi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Ya'ni sen şeytanning seni jannatdan chiqarib etishiga urinishidan saqlangan. Agar sen jannatdan chiqib ketib qolsang, turmushingni qamdash uchun rizq talab qilish yo'lida jafo mushaqqatga qolasan. Sen bu yerda nihoyat rohat farog'atlik turmushda yashayotsan. Biz dedik: "Ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir. Xotiningning dushmanidir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. U chaqda sizlar jafo mushaqqatga qolasizlar. Jannatda sen haqiqatan och qalmaysan va yalang'och qalmaysan. Hamda uningda haqiqatan usab ketmaysan. Isib ketmaysan." Alloh taolo haqiqatan bu oyatda ochlik bilan yalang'ochlikni bir yerda keltirdi. Chunki ochlik degan ichki xorliqning, yalang'ochlik degan tashqi xorliqning alomatidir. Shuningdek, ussuzlik bilan isib ketishni bir yerda keltirdi. Chunki ussuzlik degan ichki qizishning, isib ketish degan sirtqi qizib ketishning alomatidir. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Şeytan onunğa vasvas qilib: "Ey Odam, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Ular u daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular
cennet daraxtlarının yopurmaqları bilan satr avrat qilishga kirishdi. Odam Robbining amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Şeytan ularga qasam ichib, aldamchilik yo'llari bilan ularni go'lladi. Allah bu vaqtda mundaq dedi. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Biz yuqorida Alloh taolaning Odam alayhissalom va uning ayoliga jannatdagi barliq mevalardan yeyishga va ma'lum bir tip daraxtning yeniga kammaslikka tavsiya qilganligini, shaytonning u ikkisini ozdirishi bilan u daraxtning mevasidan yeganligini, u daraxtning mevasini yegan kishi mangu hayot turadigan bir daraxt ekanligini bayon qilib o'tdik. Abu Davud tayolisi Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning bu daraxt to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannatda bir tip daraxt bor. Ular minib 100 yil mangan kishi uning soyasidan kesib o'tib bo'la olmaydi. U bo'lsa-mu mevasini yegan odam mangu o'lmaydigan daraxtdir. Cennette bir tip daraxt bor. Ular minib 100 yil mangan kishi uning soyasidan kesib o'tib bo'la olmaydi. U bo'lsa-mu mevasini yegan odam mangu o'lmaydigan daraxtdir. Ular u daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. İbn Abu Hatem Ubay ibn Ka'bdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala hakikaten Adem aleyhisselamni çaşları koyuk, boyu egiz kılıp yarattı. Onun çeçi koyuk hem cıklıkıdın xuddi sahuk degen yerinin hormurzarlıqıga okşap gidetti. O cennetteki çeklengen daraxtni tetiş amanla onun kiyimi uçsudan selinip gitti. Birinci bulup avrat joyi içilip kaldı. O avratının ochiq qolganligini ko'rib, o'zini daldaga elish uchun jannatning ichida yugurishga boshlaganda, uning sochlarini daraxtlar ilib oldi. U sochlarini daraxtdan tortdi. Ondan Alloh taolo uni: "Ey odam, mendan qochamsan?" deb chaqirdi. U Alloh taoloning bu so'zini anglab, "Undaq emas, Rabbim, lekin oldingda yalang'och turishdan hayo qilib qichiyotman" deb javob berdi. Va yana: "Agar men o'tkazgan gunohimga tavba qilib, xatoligimdan yansam, meni jannatga qaytadan kirgizamsan" deb so'radi. Alloh taolo "Shunday qilaman" deb javob berdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Mana bu Allah Teala'nın tüvendeki sözünün mezmunudur. Adem Rabbidan bir qancha söz ta'lim oldi. Yani günahının keçirilişi için okuyduğun dua onunla ilham arqalıq bildirildi. Allah onun tövbesini kabul kıldı. Allah hakikaten tövbeni bekmi kabul kıyıcıdır. Bendilerine nihayet mehribandır. Ula cennet daraxtlarının yopurmaqları bilan satr avrat qilishga kirishdi. Mujahid, Qatada va Suddi qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Adem alayhissalom bilan Havva jannatning daraxtlarining yopurmaqlari bilan kiyimga o'xshash bir yo'ginchi narsa qilishga kirishib ketdi. Adem Rabbining amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Ondan Rabbi onu tanladı. Onun tövbesini kabul kıldı ve onu hidayet kıldı. İmam Bukhari Abu Hurayradan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Musa aleyhisselam bilan Adem aleyhisselam munozirlashib qoldi. Musa aleyhisselam uningga: "Sen xatolik o'tkazib qo'yib, kishilarni jannatdan chiqarib, baxtsiz qilgan kishidirsan" dedi. Adem aleyhisselam Musa aleyhisselam bu.
sen Allah Taala özünün ulug' vazifasiga va o'zi bilan so'zlashishga tanlagan kishi turib, Allah Taalaning meni yaratishdan burun menga putib etgan bir ish uchun menga malomat qilamsan dedi. Payg'ambar alayhisalom yana Adem alayhisalom Musa alayhisalomni munozirada tutib oldi dedi. Allah Adem bilan Havvoga aytdi: "Sizlar hammanglar jannatdan, ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimiki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Kimiki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz." U: "Ey Rabbim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chaqda mening ko'zim ko'ratdi-ku" deydi. Allah aytadi: "Shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan." Adem alayhisalomning zaminga tushirilganligi va to'g'ri yo'lda mangan kishining mukofotlanish, yomon yo'lda mangan kishining jazolanishiga va'da qilinganligi. Allah Taala Adem, Havvo va iblisga: "Sizlar hammanglar jannatdan zaminga tushinglar" deganligini bayon qilib mundaq dedi: "Sizlar hammanglar jannatdan ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar." Ya'ni Adem va uning avlodlari bilan iblis va uning avlodlari bir-biringlarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Bu qissa Baqara surasida tafsili bayon qilingan edi. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, Abu Aliya bu hidoyatdan payg'ambar va ochiq tushuncha maqsad qilindi dedi. Kimiki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi: "Dunyoda azmaydi, oxiratda davzaqqa kiradiganlardan bo'lmaydi. Kimiki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Ya'ni kimiki mening buyruqimga va payg'ambarlarimga tushirgan dinga xiloflik qilib, uningdan yuz o'rib, to'g'ri yo'lni boshqa bir yerdan izlasa, dunyoda uningga xotirjamlik va xushallik bo'lmaydi. Gerçi u ko'rinishda xohlaganni kiyib, xohlaganni yeb va xohlagan yaxshi uylarda o'ltirganda qilsa-mu, to'g'ri yo'lda bo'lmaganligi uchunla uning hayoti qaymoqish, ko'ngli xushal bo'lmaslik va ichi siqilish bilan o'tadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz. Mujahid, Abu Salih ve Suddi qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Qiyomat kuni o'zini oqlash uchun hech qanday pokit topolmaydi." Ekrima bu oyat haqida mundaq dedi: "Uning ko'ziga jahannamdan boshqasi ko'rinmaydi, ya'ni uning o'rni jahannam bo'ladi." Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: "Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r gacha gaz holda yig'imiz." Şunu u ko'r mundaq deydi: "Ey Rabbim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chaqda mening ko'zim ko'ratdi-ku" deydi. Allah uningga javob berib mundaq dedi: "Shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan." Ya'ni sen Allah Taolaning oyatlaridan yuz o'rganliking, uningga xuddi uni unutib qolgan kishining muomalasini qilib, uni esingdan chiqarib tashlab etganingdek, bugun senmu Allah Taala tarafidan unutilib tashlab etilsan, ya'ni davzaqda qolasan. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: "Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari ve bizning oyatlarimizni inkar qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutaymiz.
ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Chunki beriladigan jazo qilgan gunohning o'z tipidan bo'ladi. Qur'onni yod elib, uni unutib qolmaslikdan to'sib va unutib qolgan odamga qattiq jazo beriladiganligini ogohlantirgan hadislar kelgan bo'lsa-mu, Qur'onni yod elib, uni unutib qolmaslikdan to'sib va unutib qolgan odamga qattiq jazo beradiganligini ogohlantirgan hadislar kelgan bo'lsa-mu, Qur'onning oyatini unutib qilib, lekin uning ma'nosini unutib qolmagan va shu oyatning ko'rsatmasiga amal qilgan kishi yuqoridagi oyatda bayon qilingan tahdidning ichiga kirmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Haddidan oshgan va Rabbining oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi boqiydir. Haddidan oshganlarga qattiq azob qilinadiganligi. Alloh taolo haddidan eshib, o'zining oyatlariga iymon keltirmagan va yaxshi amal ibodatlarni qilishdan bosh tortganlarga qattiq azob bo'ladiganligi to'g'risida mundaq dedi. Haddidan oshgan va Rabbining oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi boqiydir. Alloh taolo oxiratning azobining nihoyat qattiq bo'ladiganligi va mangu davomlashadiganligi haqida mundaq dedi. Farishtalar u dunyoda sabrini do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi boqiydir. Ya'ni oxiratning azobi dunyoning azobidan qattiqdir va mangulikdir. U azobga tushib qolganlar shu azobda mangu qolg'uchilardir. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom bir-biriga la'nat aytishgan bir jup er-xotinga mundaq dedi. Dunyoning azobi haqiqatan oxiratning azobiga qaraganda bek yengildir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Taha suresi tefsirinden 127. ayet kişi anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.